Assalomu alaykum, parazitni mujiki, dostoyni mujiki. Mujiklar menga gapirishadi, vizitdagilarga atvet bermaysizmi? Men atvet bermayman. Men telefon polvon, internet polvon emasman. Men destiva qilib ko'rsataman. Amerikaga kela olmaysiz deb bittasi chiqadi. Men xohlagan joyimni Amerika qila olaman, xohlagan joyimni Amerikaga yasa olaman. Men ular bilan gaplarish, ularga atvet qilish men uchun nikanayt, nipadebais his qilaman men uchun. Men internet polvon emasman. Xoh kulachka bo'lsin, xoh imom bo'lsin, men tayyorman. O'zbekistonni she'rini ko'rsatishga tayyorman. Xoh internetga kerak bo'lsa, xoh internet orqasidan hayb yig'moqchi bo'lsanglar, mana bekorda o'zi gaplashib olaveradi. Gol действующий воин Instagramni sportga, yoshlarga motivatsiya bo'lsin deb ochdi. Internetdagi haypajor karatistlar bilan hayp ishlab, videolar chiqarib yurish uchun emas. Dostoyniy voyinlar bo'lsa, Tailandga, Phuketga kelinglar, professionalniy boy organizovat qilinglar, urishinglar, o'zinglarnikini olinglar. Agar sizlarga hayp kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men sizlarga haypni jinnisini beraman.